Senatning byudjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi vakillarining Buxoro viloyatida o'rganishlar olib bordi. Unda mahallalarda yangi boshqaruv muhitini shakllantirish, mahalla yettiligi faoliyati samaradorligi, aholi bandligi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va byudjet mablag'laridan samarali foydalanish masalalari o'rganildi. Bugun parlament nazorati ham kabinetlardan mahallalarga, hisobotlardan esa aniq natijalarga qarab bormoqda. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidagi Nodirabegim mahallasida olib borilgan o'rganishlar ham ana shu yondashuvning amaliy ko'rinishi bo'ldi. Bu yerda masala faqat obodonlashtirish yoki infratuzilmani yaxshilash bilan cheklanmadi. Asosiy e'tibor mahalla o'z salohiyatidan qanchalik samarali foydalanayotgani, aholi uchun qanday imkoniyatlar yaratilayotgani va muammolar qay darajada manzilli hal etilayotganiga qaratildi. Mahalla yettiligi zimmasidagi vazifalarning ijrosi ham alohida tahlil qilindi. O'rganishlar davomida tashabbusli byudjet jarayoni ham e'tibordan chetda qolmadi. Fuqarolar ovozi bilan g'olib bo'lgan loyihalarning bugungi holati, ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanayotgani, qurilish va ta'mirlash ishlarining sifati hamda belgilangan muddatlarga rioya etilishi o'rganildi. Zero, byudjet mablag'i shunchaki raqam emas, uning ortida aholining ishonchi va fuqarolar bildirgan ovozi bor. Parlament nazorati faqatgina mana hisobotlar yoki o'tkazilgan majlislarni kuzatish bilan emas, aynan aniq natijalarni nazorat qilishga qaratilgan. Shu bilan birgalikda mana tashabbusli byudjet loyihalarini amalga oshirilishi jarayonlari ham e'tibordan chetda qolmadi. Bu jarayonda mana byudjet mablag'larining sarflanish holati yoki shu loyihalarning olib borilish jarayonlari, muddatlarga e'tibor qilinishi barchasi nazorat qilindi. O'rganishlar yakunida mahalladagi ijobiy tajribalarni ommalashtirish, ularni boshqa hududlarda joriy etish va belgilangan vazifalar ijrosini tizimli nazorat qilish bo'yicha mas'ullarga tegishli taklif va tavsiyalar berildi.